Biz aşpazlık uygunatqa vaqtlarimizda aşu bir ustamning oshxonasi batdi, Eminjon deb ustamdi endi. Jag'istagi dangliq hunarvanda, buyru suyru lag'man tamoqqa bek usta adamdi. Shu ustamning qo'lida menda hunar o'rganay debchi, aşpazlık o'rgangan cho'chki. 15 yosh chig'imdan tortib 20 yoshgacha bo'lgan 5 yil bayam qilib olgan endi. 5 yil vaqtim shunda o'tgan endi. Hozir shunda faxrlanman shu vaqtimdancha. Shu vaqtimdagi ishlarimni deyish orqali hozir men nurg'un odamga ham xo'shalik yetkazayapman deb qarayman o'zimni. Shu biz oshpazlik o'rganayotganimizga yomon qiziqishlar yuz beradi oshxonada. Bir lag'man 3 so'm, yerim lag'man 3 so'm, butun lag'man 5 so'mdi. 15 yilning oldida. Ha, 15 yil oldida butun lag'man 5 so'm, yerim lag'man deb G'uljida chorak lag'man yo'q, bizning Jag'isaylarda yerim lag'man 3 so'm. Shuna yomon qu bir odam botdi. Yerimdan ama yerim lag'man bo'lgan bilan sel jiqroq bo'ldi. O yerim lag'man ma butun lag'mandan kichkina az, ama jiq. Sanami 3 so'm. Butun lag'man 5 so'm. Shuna o odam yerim lag'mandan kichkina deydi-da. Yerimdan birini yapıldan sonra yana birini verimiz, iki yerim degan o resmi bir yerim lag'manda qilib bo'ladi o. Yapılib 6 so'm bo'ladi da 3 so'mdan. Necha? 6 so'm sen, yerimdan iki bir butun bo'la. Ha bo'ldi 5 so'm. Bir so'm qoldi. Aşo bir kuni Jag'istayda restoranda, bizning restoranda bir maktabning 70 yillik to'yini o'tkazib, şuna bilan bunaqa 200 adam birdan lag'man yeydigan bir ish bo'lib qoldi qara. Oson emasda 200 lag'man degan gap o jiq. Bir xalta undan 80 osh chiqdi. 200 osh chiqarish uchun 5 xalta un ketadi, 5 xalta unni yug'urib qilish degan jiq gap. O 5-6 oshpaz, shogird, pogit deb hammamiz xemir degan yug'urib say degan duglab lazzat qilat. O kuni oldirash, mükemmel ustamlar ash tatmasa ulgurmaydi. Men endi xel ash tatib qilgan bo'lgan, biroq u chaqda o kuni shogirdlar qatoriga kirib ketdim. Shunaqa qozondan ashni suzib ilib va javriq silib ash shalaymiz deymizmi? Bu yurib ashni ilib madamada bo'lib, masu qizib ketganda bu suvni ochib to'ksanda shuna bu suv ko'pik ho'kitidagi mentang bilan jug'and ekan. Tushunsizlarmi? Masum tükettel deptike açıkılmış şalak da oyak tükettik o sulanı. Ayak bir yıl tüketici dep tüksem işçi de 20'dek lag'manın çöpü var ki ne kadar. Da kolum sepakmaptım ha. Oppaklı lag'manın çöpü 20 lag'man yegil düştü kara. O ustam taranç deydi de onu oxsa. Moş bir yeşikni yap qaçılavatım ha. Lag'man turamdı. A yeşik salma mayak çıkırdı moş çigiş kirip mağı yögülüp 20 lag'man. Aranmışlarını başlarından acırtıp bir yeşik qaçlap bir yerimiz vardı, əxlətlərini qoyduq. Eşanlarına da tatlapla köm qoyub qıldıq bu lag'man 200 lag'manimiz 380 lag'man chiqib qoldi da. Naq 20 lag'man tüktüsüzde. 20 lag'man kam chiqdi dedi. O shu sevatgan Mirzahmat kam shu jiq sevatdi-da, shu jiq qaraq sevatdi-da debli men qutulib oldim. Mirzahmat qoldi balaga. Men qaçdimda mas'uliyatdan. O'z urdi shu ustam. Shogird saqa 16 yosh, 17 yosh vaqtlar. Shuna herhalde 200 mingmanni uzitib oldik. Uzitib elib, shundan tushdan keyin ishlar bilan ustamning motosini jupirdiganga, Eminjonda ustamning Chimchedar motosi bor. Aşu yoq men lag'manni ko'mga yerda turbi bor degina. Eşekten motosunu juvassak, Udul Xo'shina Israpil degan adamlarning 20dek bir to'xosi. Yoq men lag'manni ko'm qo'ygan yerga kelyapti qara. Mushundoq yo'q to'xolar. Mushtoq qarsam 20 to'xo. Qasliq qoldim juma. Meni resvoyim bor-da. Mundaq qilsa lag'man chiqdi, shuna ustam mundaq cho'pni mundaq chiqariblar. Shunlarni urib qoldi-da. Moy jinim chiqdi juma. Taxe! Haydab qo'ydi. Ya tax! Tax! Da moy to'xo keldi birimdan otima vaqaq qachadi. To'xo! Ustam bu nim qilsa bu axlatga kelsa seni birimangni yaqtimi? Yeyamam-da axlatni. Yaxshi bo'ldi texe yandimda cho'p birimdan yeyasa dedi. Ya ustam bo'lmaydi. Onu çoxum özünün axlatini yeyish kerak. Bizning axlat deydi.
Fakat yadımda çıkmaydı bu şey. Ay axlat kelgisem bu to'g'i degan eskicha. Agar munda qilib munda ish bilan yashikli munda bir tal cho'pni putig'i ilib olsa, ay to'g'i 20 to'g'ida ish qoldigan cho'p bor-da yerda. To'g'ida. Voy, to'g'i axlat o'maydigan pes nimigan sejmo sen ching. Şunla aran u to'g'larni qochirib, yana keladi, yana qo'g'layma, yana keladi, yana qo'g'layma. Aran 20 to'g'ini u yoq bu yoq qashqizib, motoni jup bo'lib, ustam 4 ni tepida o't olmaydi, switch deydigan yerga suv kirib ketsa o't olmaydi. O't olmaydi-ku, ishtagina deydi, xo'shalligimni ishtirib uyga lopirib ketdi. Aran qutulgan. Çöpnimi ko'rmadim, to'g'ini ko'rmadim. Hozirgacha o'shan avtobus 20 lag'man. Hozirgacha bir vijdon azobi tatmayman. O'sha 20 lag'man. Demek 20 xaltonni kumbatdan so'yga. Gapirayapsan. 3 tal bir yumurim bor-da. Bir kun ashta bir yozirdi bu yumurni deb qilib, shuni bilan buni ustam anglab qilib, u ustamga o restoranga yangi bir ish paydo bo'lish degan u ustamga nisbatan cho'ng omadda. Balki restoran qanday qilsam texima Çoşucan şifreden kancı boğdu. Aslında biz tamak risalesi deb yuzib yapasak nega? Ustam hazır ko'ryapti da, qo'lati da yani. Ustam kelyapti da. Chiqyaptimda ya cho'plardan. Ustam hozir berib izlayotgan bo'lsa. Shumur. Shundan bu restoranda shu ishlayotgan mezgillarimda hamda men oshpazlik uyumidan kirgan, ammo bir 3 tal yumurim bor-da. Shundan bir kun 3 tal yumurni so'zlab qaptim ekan bizning mahalladagi akashlarga. Shunda buni ustam anglab qilib, "Sen yumur so'zlaysan-ku, aytidin tatib sekni chiqib yumur so'zlab deb balaga qoldim qara." 3 tal yumurjima aytisdan tatiblar riyosatchi qilsang chiqib, "Hurmatli azmiyvallar, hamda restoranimizning chaqchaqisi. Ro'zaxon tudaxonda bir yumur olsak deydi, chiqma, alqib 3 yumurim bor, bu apa g'azchaqlar deb. Osh yumurimni deyma, uning aytisi yana talab qildi, yana chiqma, yana shu yumurni deyma. O restoranga kiradigan odamda o bir kichik mayli bo'lsa va shu odamlar deyna. Meni yumurim shu yumur. Ular anglab, bo'lib ketdi juma. Yilqi siski zoliqib ketdi deymiz-ku endi yumurimga, bo'lib ketdi-ku. Bir oy dedim. Onun üstüge o demamay 360 kilo içildiği restoran da var. Onun üstüge bir restoran cağıztaydı ki. Restoran mı bir, memmo bir, aşpaz mı bir, yumur mu şu, 3 yumur. Kırdıqanlar hem de şu cağıztaydı hem de dehallar o kimde restoran oynamaydı. Şu andımın ticaret kıldığını kadir badır diyendekiler mimariyeciler ulanmış o. May dep kaldım bu şu yumuru ne 3 ay dedim 6 ay dedim 1 yıl dedim qara konrab titmitiq chiqadi yumurdan bir yıl degandan haq zerik deyjima endi restoranimizning chaqchaqsi rozan va bu tushkina afkan nima qilib nima deb qo'ya ya qiz nima ilan qilmagani cha so'zima yumur deb unmaydigan bo'ldi qara lekin bizning ichdagi boshliqlar unda demaydi uch yumurdan birini anglab boqmoq birini olsa anglaylik ya u uch yumurni depiramayman mush jarayonni depiryapman voy mana tozi qo'y apladi shuna bilan birinchi yili ashtaroq bo'ldi ikkinchi yili bo'lib ketdi juma endi restoranimizning chaqchaqsi ro'zaxonni desa xo'sh xo'sh bo'ldi uch men depira yumurlarni sana u anglmag'ini kelib bo'ldi ayolning yaxshi sog' salomat tug'yapti aday balani umri uzun bo'lsin juma ag'ina men bo'ldi xo'sh men depilman bilmayman bu anglmayman men depilmay deb o'shta qilib ketdi qara kartlikka kirdi uch yumur uchinchi yili talab qilsa sal masla yig'lab ketdi juma sal ichib olganlar endi 3 yil dedim-da uch yumurni endi restoranimizning 3-yili juma yil qilib 3 yumur chaqchaqsa ro'zaxon tudaxondan 2 yumur olsak desa yig'lab ketganlar bor men ko'rgan saqam bo'ldi bizga ishchang og'risin ustamga yo'l qilib bo'ldi shu bolani ketkizib o'tgan bo'lsa Fridaga turayotganman boshqami dov yo'q ketdi-da oxirida ayta qilib
Cibojendeki hazır dostlarımız mı xeyli cıqlaptı hazır bağ şüphen xalık kisip yirensi va. Xoş. Anandan keyin bizning do'yin xal kirgan bizningki qo'llovchilarimiz bo'lsa, hozir Shisan degan jovan. Do'yinda bek ondan men aytibdi, uning ustiga pinglonni shunda qo'yib ekan. Undan sonra shüphen xalık do'stlar to'xta